ko'rsatkichli tengsizliklar. Xo'p, qanaqa bo'ladi bular? Bitta ko'rib chiqaylik. Misol uchun a ni qanaqadir darajasi katta yoki teng a ni yana qanaqadir darajasida. Bu yerda deydi a misol uchun ikki xil bo'lishi mumkin edi. Ko'rsatkichli funksiyada a ikki xil bo'lishi mumkin edi. Qanaqa edi? 0 dan katta 1 dan kichkina. Bu bitta yana bu birinchisi. Ikkinchisi shu 0 1 orasida bo'lishi mumkin. Ikkinchisi 1 dan katta bo'lishi mumkin, to'g'rimi? 1 dan katta bo'lsa o'suvchi derdik, 0 1 orasida bo'lsa kamayuvchi derdik. 1 dan katta bo'lishi mumkin yoki 0 1. O'shalarni ko'rib chiqamiz. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, shuni tashlab yuborasizlar-da. fx katta yoki teng jx degan tengsizlikni ishlab qo'ysanglar bo'ldi. Ishlanishi xuddi tenglamaga o'xshaydi, faqat oxirida 1 dan katta son bo'lsa, shundan tashlab yuborasizlar. Misol uchun 2 ni x kvadrati katta yoki teng 2 ni 3x plus 4. 3x plus 4. Mayli, hop, shunaqa ekan. Qanaqa ishlaymiz? X kvadrat katta yoki teng 3x plus 4 deymiz. Bu yoqqa o'tkazsak x kvadrat minus 3x minus 4 katta yoki teng 0. Ikkitaga ajraladimi? X minus 4 x plus 1. Oraliq chizamiz. Necha qo'ysam 0 bo'ladi? Minus 1 и 4. Plus minus plus. Bizga qaysi joylar kerak? Plusli joylar kerak. Javob minus cheksizdan minus 1 gacha, 4 dan cheksizgacha bo'ladi. Ikkinchisi. Xuddi shunga o'xshaydi, lekin ko'rinish jihatdan bir xil. A ni fx, misol uchun katta yoki teng a ni jx da, lekin a 0 1 orasida bo'lsa-chi. 0 1 orasida. Misol uchun 2 taqsim 3 3x katta yoki teng 2 taqsim 3 minus 4x plus 14. Qanaqa ishlaymiz? Tashlab yuboramiz. Tashlab yuborganimizda ishora almashib qoladi. Mana ishora o'zgarib qolar ekan agar 0 1 orasidagi son bo'lsa. Savol bo'ladi, nima uchun shunaqa? Kim aytadi? Nima uchun tashlab yuborganimizda 0 1 orasida bo'lsa o'zgarish kerak ekanda, 1 dan katta son bo'lsa o'zgarmasligi kerak ekan. Kim aytadi? Sabab nima? Ha? Qoidasi shunaqa? Kasrli son kamayib ketadi. Nima? 0 ga yaqin son chiqadi. 0 ga yaqinroq chiqqan uchun. Hop, yana qanaqa? Shohjahonniki sal haqiqatga yaqinroq bo'lyapti. Yana bormi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Aniq sababini ayta olasizlarmi? O'suvchi kamayuvchiligiga bog'liqda bu. O'suvchi funksiyada shunaqa bo'ladi, o'zi tushadi. Kamayuvchida o'zgaradi. Endi misol bilan aytadigan bo'lsam, 2 taqsim 3 chi mana kelinglar, sizlarga osonroq bo'lsin. Masalan, 2 ni 10-chisi bordi. Mayli, 2 ni 4-chisi bordi, 2 ni 2-chisi bor. 2 ni 4-chisi necha o'zi? 16. 2 ni kvadraticha 4. 16 4 dan katta, shunaqami? Endi tashlab yuboramiz, 2 larni tashlab yuborsak 4 2 qoladi. Bu hali ham 4 2 dan katta bo'lib qoladi. To'g'rimi? Endi buni qaranglar. 1 taqsim 2 ni kvadrati bordi, 1 taqsim 2 ni kubi bor. Bu 1 taqsim 4 ni beradi. Bunisi 1 taqsim nechini beradi? 8 ni. Savol qaysi biri katta? Bu 0.25, 0.25, bu 0.125. Bunisi kattaroq-a? Bunisi kattaroq. Endi tashlab yuboraman. 1 taqsim 2 larni tashlab yuboraman. 2 bo'ladi, 3 bo'ladi-da. Hozir men uni qo'ysam xato-da. 2 katta 3 dan desam xato bo'lib qoladi. Tushundinglarmi? Uni o'zgartirishga majbur bo'laman. O'shanda to'g'ri bo'ladi. 0 1 orasidagi son bo'lsa, tashlab yubordinglar bo'ldi, o'zgartirishga majbursizlar. Bo'lmasa xato qilib qo'yasizlar. Hamma misollar beradi. Imtihonda ko'p tushadigan savollarda 2 ni x deydi. Hop, 2 ni x 2 ni x
katta deydi. U boshqa ekan. Adashimman. Hammaga deyish mumkin. 2x katta 3x dan olib qo'yadi. Bo'lishi mumkin? Mumkin? Mumkin. X minusli bo'lganda deysizlar. Minusli bo'lganda qanaqa? 1/2 bo'lib qoladi. Bu 1/3 bo'lib qoladi. Qaysi bir katta? 1/2 mavzudan boshqa ekan. Qonun anaqasini tushunib oldinglar, mazmunni tushunib oldinglar. Qarayotgansizlar, 0 1 orasida son bo'lsa o'zgartirasizlar. Birdan katta son bo'ladigan bo'lsa o'zini yozar ekanmiz. Endi shularni ikkalasini ham bilmasanglarchi? Mana shu yerda sonmasda, sonmas x deb bersa nima qilasizlar? Son emas, x deb bersa, uni qayerdan bilasizlar? Birdan katta yoki darajasi sonda bo'lishi. ha? Sistema qanaqa sistema? Bitta katta, bitta kichkina. Nimani? Nima demoqchi bo'lganingizni yozib qo'ysangiz. Mana misol uchun xuddi shu misolda faqat 2/3 emasda x berdi. X 3x mana kichkina bo'lsin. X minus 4x plus 14 dan. Shuni qanaqa ishlaysizlar davomli? Bir marta o'zini qadar ikkinchisida ishonsangiz. Sabab. Birinchi marta ishlayotganimizda bu oddiy son bo'lishi mumkin-da. Misol uchun 2, 3 shunaqa. Ha. Nima kasramlik bo'lishi. Xo'p. Yana kimda nima? Qanaqa variant bor? Abdulaziz gapirchi. Variant yo'q. Mana shu ikkita qoidalarni birlashtira olmaysizlarmi? Ikkalasini qilib turib o'rtasidagi. Ikkalasini qilib turib o'rtasidagi. Strelkasini birinchi o'zgartirmasdan o'zib, keyin o'zgartirib. Ha, Yusuf aytdi buni. Keyin o'rtasida. Bitta narsa chala aytdi-da buni, to'liq aytmadi. Ya sistema emas, boshqa narsa. Chala qolib ketdi. Sistemada emas, ha, gap. Bilmayapsizlarmi bu birdan katta yoki 0 birligini? Bilganingizda birdan katta bo'lganda shunday tashlab ishlayapdinglar. Birdan kichkina bo'lganda, 0 1 orasida bo'lganda nima qilardinglar? Tashlab yuborgandan keyin ishorani o'zgartirardinglar. O'shani bilmayapsizlarmi, o'zingizlar shart berasizlar. O'zingizlar shart berasizlar. Qanaqa? Aytasizlar, masalan, x deysizlar, birdan katta bo'lsin. Birdan katta bo'lganda shunday tashlab yuboramiz. To'g'rimi? Agar x 0 1 orasida bo'lsa-chi, unda ham tashlab yuboramiz, faqat ishorasi almashib qoladi. Tushunarli? Mana, bilmasanglar shunaqa shart berasizlar o'zingizlar. Birdan katta deysizlar, yo 0 1 deysizlar, mana x. Chunki mana birdan katta 0 1 edi. Shu shartlarni o'zingizlar yozib turib, o'shanga mos qilib tashlab yuborasizlar. Ishlab qo'yasizlar buni. X katta 1 dan, 7x kichkina 14 dan bo'lsa, x kichkina 2 dan bo'ladi. 0x1 bu yoqqa o'tqizsa 7x bo'ladi. Katta 14 dan ekan. X katta 2 dan bo'lib qolar ekan, to'g'rimi? Chizamiz. Alohida chiziladi bular. Bittaga qilib qo'ymanglar. Buniki bitta, buniki bitta. Xo'p, aytayotdiki 1 dan katta sonlar, 2 dan kichkina sonlar bo'lsin. Javob qanaqa buniki? 1 dan 2 gacha. Xo'p, bundacha 0 1 orasida bo'lsin deyilgan ekan. 0 bilan 1 orasida ekan x. Keyingisi aytayotdiki, yo'q, 2 dan katta bo'lsin deyapti. Qaysi javob bo'ladi bunda? Bo'sh to'plam bo'ladi. Nimaga desa 2 marta bo'yalgan joyi yo'q-da. 2 marta bo'yalgan qismi yo'q bo'lgani uchun bo'sh to'plam. To'g'ri javob 1 dan 2 gacha bo'lib qolar ekan baribir. Xo'p, demak, qoida qilib yozadigan bo'lsak, mana bunda fx o'zgarar ekan jx ga. Ha, javobi-da bu. Qoida qilib aytadigan bo'lsak, agar bizga qanaqadir px de darajada fx katta yoki teng, katta bo'lsa ham bo'laveradi, farqi yo'q. Kichkina bo'lishi ham mumkin. Qaraysizlar-da vaziyatga. Mana tenglik qo'ydim. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, buni yechimi shart berar ekanmiz. Px agar 1 dan katta bo'lsa, shunday tashlab yuboramiz darajalarni. Agar px 0 1 orasida bo'lsa, tashlab yuboramiz, faqat ishoralar o'zgarib qoladi. Tushunib oldinglar? Mana buni javobi bu bo'lar ekan. Birinchi
Anaqani tushuntirib beraman. Birinchi misolda aytdim. Funksiya deganda biz nimani tushunamiz? Funksiya deb gapirsa, y ni tushunamiz. Tushundinglar? Funksiya musbat qiymat qabul qiladi desa, mana shu y ni 0 dan katta deb ishlaymiz. Musbat degani 0 dan katta degani. Buni o'rniga qo'ysak, qanaqa bo'ladi? 5x minus 5 katta 0 dan. 5x katta 5 dan. Bu 5 degani 5 birinchisi degani 1 dan katta bo'ladigan bo'lsa, shunday tashlab yuborardik. X katta 1 dan ekan. Birinchi misolinglar shunaqa ekan. Xo'p, nima qilamiz? Kim aytadi? Belgilash qilsa bo'ladi yana. Olib chiqmoqchi bo'lsanglarcha, bu 3 ikkinchisi bo'ladi-yu. Mana 3 minus 2x minus 28 ko'paytirib 3 minus x bo'lingan 3 birinchisi deymiz. To'g'rimi? Bo'luvda nima bo'lardi? Ayrilib ketardi. Plus 3. Vaqtinchaligiga belgilash qilsak bo'lar ekan. Agar belgilash qilginglar kelsa, belgilash qilinglar. Va buni nima deyman? Bo'pti, t deb olar ekanman. Bu nima bo'ladi? T kvadrat bo'ladi. Ketdi. T kvadrat minus 28 t taqsim 3 plus 3 kichkina 0 dan. Hammasini nima qilaman? 3 ga ko'paytirib yuboraman. 3t kvadrat minus 28t plus 9 kichkina 0 dan. Buni qanaqa ishlaymiz? Buni qanaqa ikkitaga ajratamiz? T1 da 2 ni topish kerak. Xohlasanglar bunaqa qilinglar deganman. Buni ko'paytirib olasizlar-da oxirgisiga. T kvadrat minus 28t plus 27 bo'ladi, to'g'rimi? Ikkitaga ajratib olaman. T minus 27, t minus 1. To'g'rimi? Minus 1 ga minus 27 ni ko'paytirsa plus 27, bularni qo'shgan, ketma-ket yozganda minus 28 ni beradi. Faqat mana shu ko'paytirilganini endi bo'lib qo'yaman shu joyda. 3 ga bo'laman, buni ham 3 ga bo'lib qo'yaman. Shunda bo'lar ekan t minus 9, t minus 1 taqsim 3. O'zi aslida mana 3 ni oldiga yoziladi. Bundoq. To'liq ajratmoqchi bo'lsanglar-da. 3 soni baribir hech nimani hal qilmaydi, tashlab yuborsak bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu joyda bor-ku, t ni ishlab qo'ymanglar yana. T ni o'rniga qo'yishinglar kerak. Javob olib qo'ymanglar, chunki bizni javobimiz x da chiqadi. Tushunarli-ya? T ni o'rniga qo'yamiz mana 3 minus x ni. Shunda 3 minus x minus 9, 3 minus x minus 1 taqsim 3 bo'ladi, kichkina 0 dan. Oraliq usuli oxiri 0 bilan tugasa, buni biz oraliq usuli bilan ishlaymiz. X ga nechi qo'ysam 0 bo'ladi? X ga nechi qo'ysam ham 9 ga aylanadi, ayrilib 0 bo'lib ketadi. Minus 2 mi? Minus 2. Bundachi? Minus nima? Minus 1, to'g'rimi? Minus 1 qo'ysam minus bilan plus bo'ladi-da. Bu to'g'ri kelmas ekan-ku. 1 ro'zi ekan. 1 ro'zi ekan. 1 ro'zi bo'lar ekan. Hop. Plus minus plus. Bizga kerak minusli joylar. Tushunarlimi? Javob minus 2 dan 1 gacha bo'lib qolar ekan. Qanaqasi? Ishorasi. Xo'p, tengsizlik ishorasi o'zgaradimi? Kelinglar, tekshirib ko'ringlar. Yaxshi savol beryapti. Masalan, 1 dan katta son bitta berib ko'ringlar, tekshirib qo'ygan yaxshi bu yerda o'zgarib qolishi mumkin. Xo'p, tekshirib qo'yamiz. Tak, masalan, 3 beraylik, bo'pti, 3. 3 bersak 1 taqsim 27 minus 1 taqsim 3 bo'ladi, minusli bu. Bu minusli. Bu yerga 3 bersak 1 taqsim 27 minus 9. Bu ham minusli. Ikkita minusli nima bo'ladi? Baribir plusli bo'ladi. Demak, to'g'ri qilgan ekanmiz. To'g'ri ekan. Bu yerda xatolik bo'lmagan ekan. Javob shu. 23 kimni savol edi? Risolat sizgami? Ko'pchilikning savoli o'zi endi bir kishi aytdi, shunaqami? Bo'yniga olib menda. 0.7 darajaga e'tibor beramiz. 2 plus 4 plus 6 sizlar bilan bekorga o'tmadik-da birinchi arifmetik progressiyani. Mana shu arifmetik progressiyani beradi hozir. 0.7 darajada 72. 0.7 bo'lsa, birdan kichkina bo'lsa nima qilardik? Tashlab yuborganda nima bo'lardi? Ishora almashib qolardi. 2 plus 4 plus 6 plus ketaverar ekan 2 endi kichkina bo'lar ekan 72 dan, to'g'rimi? Hammasini 2 ga bo'lib yuborsam bo'ladimi? Songa bo'lib yuborsanglar bo'ladi. Plusli songa bo'lib yuborsanglar ishora o'zgarmaydi. Minusli songa bo'lib yuborsa hamma o'zgarib qoladi. 1 plus 2 plus 3 ketaverar ekan nimagacha? N gacha. 36 ekan. Buni qanaqa hisoblardik yig'indani? A1 1 ga teng, AN n ga teng. Nechta bor desa n ta bor deymiz, to'g'rimi? Birdan boshlab ketayotganligi uchun. Demak, birinchisi A1 1 ga teng, oxirgisi n ga teng, 2 ga bo'lamiz. Hadlar soni n ta. Bo'ldi, mana shuni ishlab qo'yish kerak ekan.
Xo'p, buni tepaga ko'paytirib yuboraman-da, keyin 2 ga ko'paytirmoqchiman. Buni ko'paytirsam n plus n kvadrat taqsim 2 kichkina 36. Ikkala tarafini 2 ga ko'paytirib yuboraman. N kvadrat plus n kichkina bo'ladi 72 dan, to'g'rimi? 72 ni olib o'tsak, n kvadrat plus n minus 72 kichkina 0 dan. Ikkitaga ajratsak, qanaqa? N plus 9, n minus 8. Shunda javobimiz minus 9 dan nechaga chiqadi? 8 gacha chiqadi. Plus minusini qilsanglar shunaqa o'rtasi bo'lib qoladi, hammaga o'xshab. 23 ketdi. Keyingi savol 25 mi? 25. Kim savoli? 25 da hop. X kvadrat ko'paytirilgan 3x minus 3x plus ikkinchisi ekan. Kichkina yoki teng 0. Kim aytadi, nima qilish kerak? Olib chiqamizmi? 3x ko'paytiruv 3 kvadratni desa ham bo'ladi yoki olib chiqaylik. Eng kichkinasi qaysi mana ikkalasida? 3x ni olib chiqib olamiz. Bunda qoladi x kvadrat minus bunda 3 ikkinchisi qoladi, to'g'rimi? 3x x kvadrat minus 9 kichkina yoki teng 0. Sizlarga savol tengsizlikda aniq bilsanglar buni plusligini nima qilsa bo'ladi? Tashlab olsa bo'ladi. Mana bu yerda ham aniq bilardik-da, plus 3ligini buni. Plus sonni tashlab yubordik. Nimaga desa aniq plus-da bu. Tushunyapsizlarmi? Aniq plus narsani tashlab yuborish mumkin. Xo'p, bu 0 ga teng bo'lishi mumkin emasmi? Qiymatli sog'at necha qo'ysa 0 bo'ladi x ga? Mana shu 0 bo'lishi uchun x ga necha qo'yish kerak? Mumkin bo'lsa bu. Bu qiymatli sog'at qanaqa edi? Y barobar ax funksiyada 0 dan katta bo'lardi-yu y ga. Shuning uchun bu plusligini aniq bilganligimiz uchun buni olib tashlaysizlar-da, e'tiborga olmasdan ishlaysizlar. Buni ikkitaga ajrataman. X minus 3, x plus 3 kichkina yoki teng 0. Bo'ldi, chizamiz, javob olamiz. Minus 3 bilan 3 ekan. Orasi bo'ladimi shuni? Mana kichkina bo'lsa, o'sha orasi bo'ladi. Pi degani 180 degani 186 ga bo'lsa gradusda chiqadi. 186 ga bo'lsa 30 mi? 30 gradusda kosinus degani. Kosinus 30 gradusda, ya'ni jadval xuddi kara jadvaliga o'xshab 3 taqsim 2. Shuni x kvadrat minus 3x minus 10-chi ekan. Kichkina. Bu nechaga teng bo'ladi? Sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 bo'ladi. Buni qo'yamiz x kvadrat minus 3x minus 10. Endi qaranglar, bu taxminan qaysi biri katta desa, mana bu katta-da. Bunisi katta, naborot. Qachon bunaqa bo'lishi mumkin desa, masalan qaranglar, bu 0.85, bu 0.5. 0.5. Endi taxminan yozdim. Qanaqasiga bu katta bo'lishi mumkin 0.5 bilasizlarmi? Qachon bo'ladi? Darajasi qanaqa bo'lganda? Darajasi minusli bo'lganda bo'lishi mumkin. Misol uchun 2 soni 4 sonidan katta bo'la olaydimi desa, darajasiga necha qo'ysa bo'ladi desa, masalan -1 qo'ysa bo'ladi. To'g'rimi? Bu 1 taqsim 4 bo'lib qoladi, bu 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. Tushunarli? 2 ni -1, 4 ni -1 dan katta. Shuning uchun sizlar qiladigan ishinglar darajasini olib, shuni minusli qilib qo'ysanglar bo'ldi ekan. Darajasida turgan ikkalasi bir xil-ku. Shuni minusli qilib qo'yamiz. 0 dan kichkina deb. Ikkitaga ajratsak, x minus 5, x plus 2 mi? Javob nima bo'ladi? Minus 2 dan 5 gacha bo'lib qoladi. 26 ham ketdi. Keyingisi 40 mi? 39 ekan. 39. Kimning savoli edi? Ko'pchilikning savoli mana shu. 2 ko'paygan 7 ni x bo'lingan 7 ni 2x minus 1 katta yoki teng 7 ni x taqsim 7 ni x minus 1 minus 1 taqsim 7 ni x plus 1. Shunaqami? Berilishi to'g'ri yozdim. Shunaqa misol. Bo'ldi. Xo'p, nima qilamiz? Mahraj berish kerak bunga. Mahraj beramiz bunga. 7 ni x plus 1 dan bunisiga minus 1 dan beramiz. 2 ko'paygan 7 ni x, 7 ni x minus 1. Ko'paytirib yuborsam qanaqa bo'ladi? Aytinglarchi sразу. Mana shu ko'paytirib.
7'nin x'i minus 7'nin x'i plus 1. Tushundinglarmi? Minus ta'sir qiladi-yu. O'zgarib ketdi. Ikkalasi bir xil bo'lib qolar ekan, 7'ning 2'si minus 1 ekan. Qisqartirish mumkin emas. Ha, mana bular qisqaradimi? Ha, unda bo'ladi. Xo'p, 2 ko'paygan 7'ning x'i taqsim 7'ning 2x'i minus 1. Bu yoq tarafga olib o'taman. Yoki bunaqa qilsam bo'lar ekan, naborot. Buni olib o'tganim yaxshiroq ekan. Nima aytsanglar, formulaga kelyapti. Qaranglar, misol uchun a kvadrat plus 1 deb bu yoqda. Mana bu yerda 2a turibdi. Tushundinglarmi? 2 ni bu yoqqa olib o'tsam, to'g'ri bo'lib qoladi. Nima deyman? 0 katta yoki teng 7'ning 2x'i olib o'tsam mahrajlari bir xil, minus bo'lib o'tadi. O'rtadan yozib ketaversam bo'ladimi? Qaranglar, 0 katta bo'lish kerak. Shuni men bunday qilib qo'yaman. Bo'ladimi shunaqa qilsam? 0 katta yoki teng bu edi. Endi xuddi shu narsa baribir 0 dan kichkina. Ya'ni 0 katta bundan. Bu yoq tarafga yozib qo'ydim. Buni nima deb yozsam bo'ladi? 7'ning x'i minus 1 kvadrati tegidagini ikkitaga ajratib yozaman. Bitta minusli, bitta plusli. Qaranglar, mana shunaqa holatda nima qilish kerak? Ikki xil yo'linglar bor. Birinchi yo'linglar kvadrat bilan mana buni qisqartirasizlar. Ikkinchi yo'linglar kvadratni tashlab olib turib buni ishlaysizlar. Qaysi birini qiling? Qisqartiring bo'pti. Qisqartirganda bitta sharti bor. 7'ning x'i minus 1 0 bo'lib qolmasin. 0 bo'lib qolmasin. Chunki 0 bo'lsa qisqartirish mumkin emas-da. 7'ning x'i teng emas 1 ga. 7 ni 0 desa x teng emas 0 ga bo'lib qoladimi? Mabodo javoblar orasida 0 chiqib qolsa olmaymiz degan. Buni qo'yganni yozib olaman. Tepada 7'ning x'i minus 1 qoldi, pastda 7'ning x'i plus 1 qoldi. Kichkina yoki teng 0. Chizamiz. X 0 bo'lganligi uchun oraliq usuli. Necha qo'ysam 0 bo'ladi? Bunga 0. Bungacha? Ha? Hop, top berishadi aslında. Necha qo'ysa bu minus 1 chiqadi. Bo'lmaydi, to'g'rimi? Har doim plusmi bu? Har doim plusli son. Bo'ldi, ketdi. 0 o'zi bo'lib qoldi. Oralig'imiz 2 ta ekan. Ikkitalik plus minus bo'ladi. Bizga qaysi joy kerak? Minusli joylar kerak. Shunda javobga yozaman x minus cheksizlikdan 0 gacha. Bu to'rtburchak bo'ladi bunda o'zi aslida. Lekin mana shartga ko'ra buni nima qilib qo'yamiz? Dumaloq bo'lib qoladi. Qirg'anmidi savol? Qirg'i ham ko'ramiz. Oxirgisi qirg'i ekan. Qirg'ida aytibdiki 5x plus 5 ni minus x'inchisi barobar 13. 28 ni x kichkina 17 ni x. Agar shu x bo'lmaganda nima bo'lardi? Mana shu yerda x yo'q, tasavvur qilinglar. Xato bo'lardi. 28 kichkina 17 dan xato narsa bo'lib qolardi. Bu to'g'ri bo'lish uchun nima bo'lish kerak? X minus bo'lish kerak. Hamda ham ko'rdik, shunga o'xshagan. Agar bu yoqda minusli son bo'lsa, minus 1 bo'lsa, 1 taqsim 28, 1 taqsim 17 bo'lib oladi. O'shaning uchun biz bilib oldik, bundan kelib chiqadiki, javobi x 0 dan kichkina degan, to'g'rimi? Endi tepani ishlashimiz kerak. Xo'p, buni ishlasak ham bo'ladi yoki savolga javob berib qo'ya qolaylik. Savolda nima degan? Ha, bunaqa ekan savol. 5 minus x minus 5 ni x debdi. Ya'ni plusligi bor, minusligini so'rayapti, to'g'rimi? Sizga savol deyman, shu yerda qaranglar. A plus B bilan A minus B ni bog'laydigan bitta formula bor edi. Qaysi edi o'sha? Mana. Mana shu yerga yozaylik. A minus B ni kvadratini yozmoqchiman. Menda faqat A plus B ni kvadrati bor. Nima deb yozaman davomida? Minus 4AB deb yoziladi. Plus 2AB bo'lardi. 4 olib tashlasa minus 2AB bo'lib qoladi o'rtada. Bu minuslikni, minus 2ABlik formula. Xuddi shuni ishlataman. Ketdi mana kvadrati barobar. Plusligini kvadrati shunaqa. Minus 4 ko'paygan AB. Ikkalasini ko'paytiraman. 5x ga 5 minus x ni ko'paytirsa nima bo'ladi? Bu nima degani? 1 taqsim 5x mi? Qisqarib ketadimi bu? Yoki 5 ni 0 bo'lsa ham 1 ga tengmidi? Xo'p, o'rniga qo'yaylik.
Mana shu narsa teng bu 13 kvadrati minus 4 bo'lyapti. 165 mi? Kvadrati 165 bo'lsa o'zi nechi bo'ladi? Qaranglar, masalan mana shu A bo'lsa, misol uchun A ning kvadrati 165 chiqdi. A degandan nechini olasizlar? Yo'q, plus minus ildizda 165 bo'ladi. To'g'rimi? A bu yerda nima? Qanaqa son? 5x minus x minus 5x, to'g'rimi? Shu yerda ko'pchilik xato qiladi. Mana shu javob bormi? Plus minuslik bormi? Yo'q. Xato qilmasin debdi-da. Xato qilmasligini xohlabdi. Agar bo'lganda belgilab qo'yardik, to'g'rimi? Mana shu joyga e'tibor beringlar. Biz topamiz 5 minus x minus 5x ni topamiz, to'g'rimi? X 0 dan kichkina son. Mana buni hech qayerda ishlatmadik. Buni bekordan bekor bermagan. Qayerdadir ishlatiladi bu. Qaranglar. Buni qo'ysam, mana shu yerga minusli son qo'ysam, minusli son. Tasavvur qiling, masalan, minus 1. Minus 1 bo'lsa-da, bu ham minus 1 bo'lsa. Bundan chiqadigan javob plusli chiqadimi, minusli chiqadimi? A? Plusli son chiqadimi, minusli son chiqadimi? X o'rniga minus 1 qo'ysanglar. Minusli chiqadimi, pluslimi? Mana shuni javobi. Mana 5 minus 1 minus 5 minus 1. 0 dan katta son chiqadi. Bundan chiqadigan sonlar plus bo'ladi. Plus. O'shaning uchun biz minusini ola olmaymiz hozir. Hamid. Tushuntira olamanmi? Ildizda 165 o'zini olasizlar. Xo'p, qaranglar, nima qilamiz? Kasrga o'tqizsa qanaqa bo'ladi buni? Shohjahon 125. 5 bo'lib 4, 5 taqsim 4 degan. Bucha. Oltmish 4 taqsim 100 bo'lsa, 4 ga bo'lib yuborsa 16, 16 25 bo'lar ekan. 2 1 plus ildiz x. Xo'p, buni joyini almashtiraman, minus oldiga chiqadi. 4 taqsim 5 deyman-da. Minus ta'sir qildirib olaman mana. Minus chiqib qoldi oldiga. Tushunarli? Darajaga. 4 taqsim 5 ni kvadratida mana bu bilan 4 bo'lib ketadi hozir. Mana. Tushundinglarmi shu yergacha? Xo'p, davomi qanaqa bo'ladi? Minus 1 plus x. Mana bu o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? 4 5 ga bo'lsa, 1 dan kattami? Yo'q, o'zgaradi o'shaning uchun. O'zgaradi. Qolgani 4 1 plus ildiz x. Minus 1 plus x kichkina 4 plus 4 ildiz x. Hammasini bu yoqqa olib o'taman, hammasini. X minus 4 ildiz x minus 5 kichkina 0 desam bo'ladi. Buni ikkitaga ajratib ishlaysizlar. Ikkita qavsga ajratib. Bu xuddi ildiz x kvadrati deganida. Ikkitaga ajratsa ildiz x minus 5 nima? Plus 1 mi? Plusli narsani tengsizlikdan har doim tashlab ketish kerak. Ildizdan chiqadigan son kamida 0 chiqadi, to'g'rimi? 0 plus 1 uju bu plusli narsaligi aniqda. Bu kamida 0 bo'lsa plus 1 da, plus 1 bor degani o'sha xuddi. Tushundinglarmi? Buni tashlab ketasizlar, kerak emas. Buni e'tiborga olmay ishlaysizlar. Ildizda x kichkina 5 minus 5 kichkina 0 dan, ildizda x kichkina 5 dan. Xo'p. Nima bo'ladi ekan? Ildizda qaranglar, mana shu joyga e'tibor berib turinglar. Kvadratni ko'tarasizlar-yu, 25 dan kichkina bo'ladi. Shu yerda savolda ildizni ichidagi son 25 dan kichkina bo'lsa, minus bo'lib ketib qolishi ham mumkinmi? 25 dan kichkina deganda nima tushunasizlar? Minusli sonlarni ham tushunasizlar, to'g'rimi? O'shaning uchun sirazi shu joyda yo'q deysizlar, 0 dan katta bo'lsin faqat deb qo'yasizlar. Minusga o'tib ketib qolmasin degan ma'noda. Buni javobi shunda nima bo'lar ekan? 0 dan 25 gacha bo'lib qolar ekan. Minusga o'tkazib yuborsanglar ketdi xato bo'ladi.